Assalomu alaykum, siz Automotionuz kanalidasiz. Bu yerda siz eng yangi avtomobillar, texnologiyalar va premium dizaynlar haqida to'liq va qiziqarli ma'lumotlarni topasiz. Bugungi videomizda biz yangi avlod Toyota Land Cruiser haqida gaplashamiz. Bu model o'zining kuchi, hashamati va zamonaviy texnologiyalari bilan yana bir bor avtomobil olamida yuqori darajani ko'rsatmoqda. Toyota har doimgidek ishonchlilik va sifatni birinchi o'ringa qo'ygan holda ushbu modelni yanada mukammallashtirgan. Yangi model tashqi ko'rinishidan boshlab juda agressiv va zamonaviy dizayn bilan ajralib turadi. Old panjaraning katta va kuchli ko'rinishi, LED faralarning keskin chiziqlari va aerodinamik shakl avtomobilga yanada jozibador ko'rinish beradi. Qora rangdagi kuzov esa unga premium va sportiv ruh bag'ishlaydi. Bu avtomobil nafaqat shahar ko'chalarida, balki off-road sharoitlarda ham o'zini mukammal ko'rsatadi. Ichki salon esa haqiqiy hashamatni his qilish imkonini beradi. Yuqori sifatli charm o'rindiqlar. Texnologik jihatdan yangi Land Cruiser juda boy imkoniyatlarga ega. Unda adaptiv kruz nazorati, avtomatik tormozlash tizimi, yo'lni kuzatish assistenti va 360 darajali kamera kabi xavfsizlik funksiyalari mavjud. Bu esa haydovchiga har qanday vaziyatda maksimal nazorat va ishonch beradi. Shuningdek, avtomobil sun'iy intellekt asosidagi yordamchi tizimlar bilan jihozlangan bo'lib, haydash jarayonini yanada osonlashtiradi. Dvigatel qismiga keladigan bo'lsak, yangi model kuchli va samarali motor bilan ta'minlangan. U yuqori quvvat bilan birga yoqilg'i tejamkorligini ham ta'minlaydi. Bu esa uzoq masofalarga sayohat qilishni yanada qulay va iqtisodiy qiladi. To'liq gildirakdan tortish tizimi esa har qanday yo'l sharoitida yuqori darajada barqarorlikni kafolatlaydi. Yangi Land Cruiser shuningdek off-road imkoniyatlari bilan ham mashhur. Maxsus haydash rejimlari, baland klirens va kuchli osma tizimi tufayli u tog'li hududlar, qumli yo'llar va qiyin sharoitlarda ham o'zini juda yaxshi tutadi. Bu esa uni sarguzashtni sevuvchilar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Xavfsizlik masalasida ham bu avtomobil yuqori darajada ishlab chiqilgan. Unda ko'plab xavfsizlik yostiqchalari, mustahkam kuzov konstruksiyasi va zamonaviy yordamchi tizimlar mavjud. Bu esa haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini maksimal darajada ta'minlaydi. Shuningdek, bolalar uchun maxsus himoya tizimlari ham mavjud bo'lib, oilaviy foydalanish uchun juda mos keladi. Umuman olganda, yangi Toyota Land Cruiser bu kuch, hashamat va zamonaviy texnologiyalarning mukammal uyg'unligidir. U har qanday haydovchi uchun ishonchli hamroh bo'lishi mumkin. Agar siz premium darajadagi suv izlayotgan bo'lsangiz, bu model siz uchun eng yaxshi variantlardan biri hisoblanadi. Agar sizga bunday avtomobillar haqida videolar yoqsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlang va obuna bo'lishni unutmang.